Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الخامس عشر دروس اللغة العربية ikinci kısım 15. ders. Ama bugünkü derste mühim sözlenadigan mazmunlar birincisi pillarning bulutsuz buyruq shaklidan chiqarilishi, ya'ni arabcha nahiy pillarninki yasalib chiqarilishi. İkincisi kadının işletilmesi, kada, yakado, qatorliq pillarninki işletilmesi. Üçüncüsü inkarını ifadelaydigan ma ve la'nın işletilmesi. Yani bulutsuz buyruq pilini bizde ayrım derslerde sözlep ötkenimizdek, sarıp dersinde sözlep ötkenimizdek, Pilim mudari'ninki ikinci şahıs şekillerininki ahirisini sakin okusak, şekil cihatta buyruq pil o'zgaraydi. Masalan, daraba yadribudin turlab birib, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu degan tadribuga oldiga la qo'shib, oxirisdagi pashni sakin qilib, la tadrib degan shaklda chiqarsak, bu bulutsuz buyruq pul bo'ladi. Bunun turlanish jarayoni ikinci şahıs oldida, üçüncü şahıs keyinida turlanadi. Masalan, la tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi, la tadriba, la tadribna. La yadrib, la yadriba, la yadribu, la tadrib, la tadriba, la yadribna. La adrib, la nadrib. Yani qilma, etma degan ma'noda. Üçüncü şahslarga qaratilsa, qilmusun, etmusun. Birinchi şahs qaratilsa, qilmay, etmay degan ma'nolarda ishlatiladi. Bu biz necha kundan beri o'rgangan kelgusi zaman bulutsuz buyruq pilyapti-ku. Masalan, fe'l mudori'ning oldiga la ekansak, nima bo'ladi? Kelgusi zaman bulutsuz buyruq pil shundaymi? Ma'nodan farqlanadi. Kelgusi zaman buyruq pil odatda yadribun nima chiqadi? La yadribu chiqadi. Shundaqo, ikkinchi shaxsmi la tadribu chiqdi, oxirisi nima qiladi? Pesh o'qiladi. Ma'ni jihatdan kelgusi zaman inkor, kelgusi zaman inkor manda qilmaydi, etmaydi degan ma'ni ifodalaydi. Ammo nehi qilma, etma degan ifodalaydi, oxirisi nima qiladi? Sakin o'qiladi. Undan keyin naqis pillarda, ajab pillarda mas holda chiqarilsa bo'ladi. Bu bir. İkincisi kada yakado. Endi kada yakado o'zi bir pil, ammo odatdagi pil emas. Buni af'alul muqaraba deb qo'yamiz. Yaqinlashganlikni ifodalaydigan, taslaq qolganlikni ifodalaydigan pil. Buning ma'nosi mo az qoldi, yaqinlashdi, taslaq qoldi, qil qoldi deb tarjima qilamiz. Ammo buning alohidligi nima desanglar? Bu pildan keyin ism xabar keladi. Ism xabar. Xuddi huruf mushabbah bil pilning keyinida ism bilan mubtada xabarni sökürib, mubtada ismisi xabar bo'lgandek, buning keyinida shu pillarniki ismisi va xabari keladi. Ammo xabari pil mudori keladi. Masalan, ishlatilishi manda. Muhammad yig'lig'ini taslaq qildi deganni demoqchi bo'lsak, kada Muhammadun, Muhammad ismida yabki. Bunun xabari qanday keldi ekan? Pil mudori keladi. Mana bu ishlatish jarayoni yuqoridagidek. Endi üçüncü mazmun biz oldingi darslarda pillarning kelgusi zaman inkorini qanday shaklda chiqargandik. La yaf'ilu shakl, la yaf'alu shaklda shundami? Pil mudorining oldiga la akasak-lam kelgusi zaman nima bo'ladi? Inkor bo'ladi. Endi hozirgi zaman inkor bo'lsa, biz odat pil mudori ikki xil zamonga ma'noda. Masalan, aqra'ul kitob degani kitob o'qiyapman shundami? Agar kelgusi zamonga ishlatmoqchi bo'lsak, sa'aqra'ul kitob. Kitob o'qiyman. Endi kelgusi zamonning inkorini qanday chiqardik? La aqra'ul kitob. Kitob o'qimayman shundami? Endi hozirgi zamonning inkorini chiqarmoqchisa qanday chiqaramiz desa, ma aqra'ul kitob. Fe'l mudorining oldiga ma ekansak, hozirgi zaman inkor bo'ladi. La ekansak, kelgusi zaman inkor bo'ladi. Masalan, la aqra'ul kitob. Kitob o'qimayman. Kelgusi zaman qaratildimi? Ma aqra'ul kitob.
Kitap o'qiyotmayman. Men hozir qanday qilmoqliq? Kitap o'qimoqliq degan ma'noda. Al-kalimat al-jadida. Maq'adun, maqa'idu. Ya abati, ya abi. Fi athna'i kadhaba yakdhibu ikdhib. Inqalaba yanqalibu inqalib. Baka yabki ibki. Maq'ad o'rindiq, o'rin degan ma'noda. Maq'id ko'pligi. Ya abati, ya abi bilan o'xshash ishlatiladi. Ay dada degan ma'noda. Ya'ni erkilatmaroq. Fi asna'i jarayonida, davomida, arlig'ida. Masalan, dars arlig'ida paranglashma, shundaymi? La tatakallam fi asna'i dars. Asna'i. Kadhaba yakdibu ikdhib. Yolg'on so'zladi, yolg'on so'zlayotdi, yolg'on so'zlagan. Inqalaba yanqalibu inqalib. O'rildi, o'rilyotdi, o'rilgan. Odatda mashina o'rilib ketisha, ya kitobning varaqi matrabdan matrabga qana qilish, o'rilish. Baka yabki ibki. Yig'ladi, yig'layotdi, yig'lig'in. Ana so'zliklarni yodlab bo'lgandan keyin dialog qo'yamiz, ha. So'zliklarni yodlab bo'ldik, endi darsning dialogi kelaydi. Amr o'qib, yangi grammatikalarni gavdlantirilgan asosda tarjima qilib turay, ha. Ad-dars al-khamisa 'ashara. Ayna tadhhabu ya Aba Bakr? Adhhabu ila al-mudir. La takhruj min al-fasl al-an. Idhhab ilayhi ba'da ad-dars. يا أستاذ أنا طالب جديد أين أجلس؟ أجلس هنا أمامك؟ لا تجلس هنا هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم اجلس هناك خلف حامد أأخذ هذه الدفاتر يا أستاذ؟ لا تأخذها ينظر في دفتر يا عبد الرحيم لا تكتب الأجوبة بالقلم الأحمر المدرس هو الذي يكتب بالقلم الأحمر انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ ما أجملها لا تقرأ المجلات في الفصل يا فيصل ما أقرأ هذه المجلة الآن إنما أنظر إلى الصور التي فيها أفتح الباب يا أستاذ يكاد الجرس يرن لا تفتح الباب الآن أين تذهب يا أبا بكر؟ أبو بكر ناقي برسان لكن ناقي تواتسا أصلا أبو بكر aldığı ya gelgəndən keyin nə olub getdi? Əba Bəkr olub getmə aldığın saat dəpədim. Ya yalğız sözlərinin aldığı kirib qalsa, yəni xas isimlərinin aldığı kirib qalsa, taq xas isimlərinin aldığı kirib qalsa, taq bəş oquldu şunda ama əgər muzab iləylik biriklərin aldığı kirib qalsa zar oquldu. Əzhəbu iləl mudir. Mudirinin qışığı ketiyotman. La taxruj minal fasl al-an. Sinifdan hozir chiqma. Xaraja yaxrujudan la taxruj bulutsiz buyruq pil chiqilyotdi. İzhab ilayhi ba'da ad-darsi. Mudirning qishig'i darsdan keyin bag'in. İlayhidiki hi kishlik almash mudirni ko'rsatdi. Ya ustaz, ana talibun jadid. Ustaz, men yangi o'quvchi. Ayna ajlis? Qayerda o'tirma? Ajlisu huna amamak? Sizning oldingizdagi bu yerda o'tiraymi? Ajlisu. Birinchi a istifhomning, ya'ni so'roq vasfsi bo'lgan a, ya'ni hamza. La tajlis huna. Jalasa yajlisudan la tajlis bunisi buyruqni chiqyotdi. Hada maqadu Hisham va huwa g'oyibul yawm. Bu Hishamning o'rni, u bugun yo'q. G'oyib, yo'q degan ma'noda. Ijlis hunak xalfa Hamid. Hamidning keynidagi oyada ulta. A'khuzu hazihi ad-dafatra ya ustaz. Endi mada a'khuzu. Manasi ustaz bu daftarlarni olamanmi? Akhaza ya'khuz
ya'khuzun chiqarilgan, ha? Biz turlab chiqib baqayli. Ya'khuzu, ya'khuzani, ya'khuduna, ta'khuzu, ta'khuzani, ya'khuzna, ta'khuzu, ta'khuzani, ta'khuduna, ta'khudina, ta'khudan, ta'khudna. Akhuzu, na'khuzu. Nimda hammasida a deb boshlaymiz-mi? Ya'khuzu, ta'khuzu deymiz. Akhuzu kelgan vaqtda akhuzu bo'lib ketdi desa, chunki akhuzu desak ikkamiz birlashib qoldimi? Ikkamiz birlashganda birini-biriga kirgizib, so'zab o'qiydigan bir qoida bor. Har qanday qilib ikkamiz birlashib qolsa, birini-biriga kirgizamiz, so'zab o'qiymiz. Masalan, akaladimmi, ya'kulu chiqadi shundaymi? Turlab bo'lsak nima chiqadi? Akulu, na'kulu chiqadi. Aslida qanday chiqish kerak? Akulu chiqish kerak. Akulu desak, ikki hamza birlashib qolganlik joyida ikkisini birlashtirib bu yerga kelib qolgandan keyin so'zab o'qiydiganga chiqaramiz. Akulu, akhuzu degandek, ha? La ta'khudha. Yo'q, uni amma daftarga qarab o'tdi, ha? Abdurrahim la taktub al-ajwibata bil qalam al-ahmar. Javoblarni qizil qalam bilan yozma. La taktub. Al-mudarris huwa allazi yaktubu bil qalam al-ahmar. O'qituvchilar qizil qalam bilan yozadi. Aslida butun tarjima qilsak, qizil qalam bilan yozadigan odam, allazim sen tushundingmi? Biz g'an odam shundaymi? G'an odam u bo'lsin o'qituvchilar degan gap. Ammo Uyg'ur tarjimada, Uyg'urcha tarjima qilgan ifodalagan vaqtimizda o'qituvchilar qizil qalam bilan yozadi. Unzur ila hazihi al-majallati ya ustaz. Ustaz, bu jurnalga qarang. Ma ajmalaha, nima degan chiroyli. La taqra'il majallat fil fasl ya Faysal. Faysal, sinfda jurnallarni o'qimang. Taqra. Qara'a, yaqra'un chiqqan, bulusi buyruq bil. Ma aqra'u hazihi al-majallat al-an. Hozir bu jurnalni o'qiyotmayman. Bayatın dersini aldığı sözlerimizdek ma hazır zaman inkar için keladi. Hazır o'qiyotmayman. Innama anzuru ila suwar allati fiha. Faqat innama deganda faqatlam uningdiki fiha. Suratlarga qarayapman. Allati nimanda deki tiki, yani uningdiki suratlarga qarayapman. Aftahul baba ya ustaz. Ustaz, eshikni ochamanmi? Yakadul jarasu yarinnu. Qo'ng'iroq chelinmayla deb qoldi. Nimada? Yakad, kada yakadu shundami? Al-jarasu uning nimasi? Ismisi. Yarinnu xavri. Xavri nima keldigan? Fil mudori keldigan-ku. Ma'nisi qo'ng'iroq chelinmayla deb qoldi. Yoki qo'ng'iroq chelishga az qoldi. La taftah al-baba al-an. Eshikni hozir ochma. Diyalog tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqlarni bir qur ishlab ko'raylik. Tamarin. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma. Sahih mayali tuyandikilarni to'g'rilang. Ya'ni mazmun jihatda bu dialogning mazmunini asos qilgan bo'lg'achqa, biz dialogni yodlab o'zlashtirib bo'lgandan keyin an birinchisini ishlaymiz. Ikkinchi ko'nikma. Iqro mayali tuyandikilarni o'qing deb o'tadi. Demakchi o'g'ini bizni talab qilmoqchi o'g'ini ikkinchi ko'nikmaninki bulusiz buyruq bilni yasab chiqarish ahvolini o'rgatmoqchi. Masalan, bulusiz buyruq bil mundaq yasaladi. Tazhabu fil mudori ikkinchi shaxs arlik birlikning oldiga lani akilib oxirini sakin qilsak, nima yasaladi? Bulusiz buyruq bil, ya'ni la tazhab. Taktubu la taktub, tashrabu la tashrab. Endi shu bulusiz buyruq bil asos qilgansa, tuyandagi misollarni o'qib chiqamiz. Biz bir misolni o'qiylik. Ya Musa, anta maridun. لا تخرج من البيت ولا تذهب إلى المدرسة ولا تلعب في الشارع. هاي موسى sen ağrık. Şonlaşqa faladaki fa şonlaşqa degan ifodalaydi. Şonlaşqa uydan chiqma, maktabga borma, ko'chidimi o'ynama. Yuqoridagi jumladagi uchli fe'l la takhruj, la tazhab, la tal'ab hammasi bulusiz buyruq bil. Am tuandagi misollarning hammasiga bulusiz buyruq billarga diqqat qilaylik. Bulusiz buyruq billar oxirisi qanday qildi? Sakin o'qiladi. Qo'shib qo'ydigan bir gap, sakin o'qilgan fe'lning keyindagi ismga qo'shmoqchi bo'lsak so'zga, sakinni nima o'zgartirib, zirga o'zgartirib qo'shamiz, ha? Shu nuqtaga diqqat qilsanglar bo'ladi. 3-chi mashq. Adkhil lan nahiya ala al-af'al al-atiya wadbit awakhiraha. Bulusiz buyruq bilning lasini tuandagi fillarga kirgizing va oxirini muqimdan, ya'ni qoidaga solib demakchi. Albatta,
pilning ustiga bulusiz buyruq pilning lasi kirsa o pil oxirisini nima qiladi? Sakin o'qildi-ku. Shuni nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Tadkhulu la tadkhul. Tasma'u la tasma'. Tanzilu la tanzil. Taqtulu la taqtul. Mushu bo'yicha qolganlarini o'zgartirib chiqsak bo'ladi, ha? Ma'nosi nimaga o'zgaraydi? Qilma, atmaga o'zgaraydi. Mushu nuqtaga diqqat qilaylik. To'rtinchi misol mashiq ta'ammal mayali. Töndigilarni o'ylanib baqing deyapti. Endi men pil turlash darsligida deb o'tgan. Pilni turligan vaqtimizda oxirisi pesh o'qildigan pillar. İkilik köpük şekilde nun keladi, va bilan nun. Oxirisi sakin o'qildigan pillar ikilik köpük şekilde nun qanday qilmaydi, kelmaydi. Masalan, idrib desek, idrib, idriba, idribu oxirisida nun kelmaydi shundami? Yazribu desek, yazribu, yazribani, yazribuna. Endi o'xshashlar bulusiz buyruqning oxirisi sakin o'qilg'achqa ikilik ve köpük şekillerinde ikilikning nuni ve köpükning nuni qanday tushib ketadi. Masalan, la tazhab, la tazhab, la tazhaba, la tazhabu, la tazhabi, la tazhaba, la tazhabna. İkilik köpüklerde nun qanday tushib ketadi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ladi. Ahmad la tazhab. Bu bizga oydin. Ya Maryamu la tazhabi, ayollik shakli olgandan la tazhabi chiqadi shundaqmi? Endi buni köpük shakliga kelsak, ya ikhwan la tazhabu nun tushib ketdi-ku. Ayollikning köpük shakliga kelsak, ya akhwat la tazhabna. Ama ayollik köpükning nuni mabni o'g'achga qanday ketmaydi, tushib ketmaydi, ha? 5-chi misol. Tövendeki cümleni boş o'rinlarga oldiga la nahiye ekilingan munosib fil mudori'ni qo'yish orqali to'liqlang. Demak, jo'g'ini bulutsiz buyruq fil orqali qana qiling to'liqlang deyotdi. Masalan, birinchi misolda ya Zeynep, i Zeynep la an-nafiza. Deyizini mang deb turishindami? Deyizini bunda qilmang. Qanday qilmaydi? Ochmaydi degan degan ya Zeynebu la tabtahi an-nafiza. Chunki filninki ayollik birlik shaklini chiqadi. Taftahi shundaqo la tabtah, la tabtaha, la tabtahu, la tabtahi turlanadi. İkinci misalda ya eyyuhan nasu la ash-shaytana. Ya eyyuhan nasu la tattabi'ush shaytana. La tattabi'u. Asli tattabi'una. Bulus guruhlu olğaç axırdan çıkıp ketidi, nun tushib ketidi. Shu bo'yicha qolganlarini ishlasak bo'ladi, ha? 6-chi mashiq ta'ammal mayl. Tuandikilarni o'ylanib taqing deyotdi. Yani la kelgusi zaman inkar için mi keladi? Bu vaqtda la'ni la nafiye deymiz. Bulusu buyruq için işletildi. Bu vaqtda nima deymiz? La nahiye deymiz. Ama kelgusi zaman inkar için kelgan vaqtda oxirisi pesh o'qiladi. Bulusiz buyruq için kelgan vaqtda oxirisi nima o'qiladi? Sakin o'qiladi. Masalan, misollari lima la ta'kulu ya akhi? Qarindichim nima qiymaysiz? Ala la tazhab ila al-mal'ab? Ala tazhab ila al-mal'ab? Meydanga bormamsiz degandek. An la nahiyening misoli, ey akhi, ey qarindishim buni yemang, la ta'kul, la tazhab. Oxirisi nima qildi? Sakin o'qildi. Ma'ni jihatdanmi nafiya kelgusi zaman inkor qilib qilmaydi, etmaydi bo'lsa, bulusiz buyruq bil qilma, etma deganni ifodalaydi. 7-chi mashiq tuanikilarni o'ylanib baqing. Shakllanish manda. Huwa yaktubu, anta taktubu, ana aktubu. Huwa ya'kulu, ana ta'kulu, anta ta'kulu, ana akulu. Huwa ya'khuzu, anta ta'khuzu, ana akhuzu. Nimda? Yaktubu, yaktubu, taktubu, aktubu bo'laveradi. Ammo akhaza bilan akalash kisi üçüncü ikinci şəxsdə normal. Ama birinci şəxsdə akulu olsun ko'rsatilsa, bayat men so'zlab o'tgandek darsning jarayonida ikki hamza bir kelib qolg'achqa ikkisini birlashtirib talaffuzda so'zib o'qiladi. Tırnaqning keyingi tırnaq qarasanglarmi, ikki hamzani birlashtirib, bir hamzani so'zilganga tanqib qo'yibdi, ha? 8-ci misol tuvandagi jumlalarni o'ylanib baqing. Endi biz bir ikki jumla o'qib o'ylanib baqaylik qani. Fataha Zakariyal bab va kana yakhruj. Zakariya ishni ochib, chiqib ketaylar deb qoldi. Biz darsning oldida so'zlagan kodining ishlatilinishi. Kodaning keynidan ism xabar keladi shundami? Xabari muzbil mudori keladi, ma'nosi
qilayla, itayla deb qoldi, oz qoldi degan ma'noda. Bu bir. Ikkinchi misolni o'qib boqaylik. Qala Osman lil mudir rafa'a Yusuf yadahu va kada yadribuni. Kada yadribuni. Osman mudirga mundaq dedi. Yusuf qo'lini ko'tarib, meni urg'uli tas qoldi. Kada yadribuni. Kada yadribuni. Meni urg'uli tasla qoldi. Ba'dami o'xshashlar xabarida nima keldi? Yadribuda pil keldi. Qolgan misollarni asosan shunga o'xshash. Masalan, 3-misolda inqalabat sayyaratu Hamid kadiyamut. Hamidning mashinasi o'rilib, o'lgili tas qoldi. Kadiyamut. O'lgili tas qoldi hamanda. Asosan kadının ma'nosi tas qoldi, qil qoldi, az qoldi, qilayla deb qoldi, bulayla deb qoldi degan ma'nolarda tarjima qilsak bo'ladi, ha. 9-ko'nikma ta'ammalmayl. Tuvandikilarni o'ylanib boqing. Ya'ni asosliqi bu mashqda bizga o'rgatmoqchi o'g'ini la kelgusi zamonni inkor qiladi. Ma hozirgi zamonni inkor qiladi. Ikki misolning farqi. Qaraylik. Ana la ashrabul qahva. Men qahva ichmayman. Ana ma ashrabul qahvata al-an. Men hozir qahva ichayotmayman. Ikkisining farqi. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Biz futbol o'ynamaymiz kelgusida. Nahnu ma nal'abu kuratal qadam al-an. Hozir biz futbol o'ynayotmaymiz. Huwa la yaqra'u as-suhuf. O gazet o'qimaydi. Huwa ma yaqra'u sahifata al-an. O hozir gazet o'qiyotmaydi. Mana aslini tirnoq qarasangma, ma tukhallisul mudari'a lil hal. Ya'ni ma fil mudari'ni hozirgi zamonga xoslashtiradi. Hozirgi zamonni inkor qiladi. To'yib. Endi bugungi darsdagi yana bir so'zdagi siz qolgan mazmun grammatikning birisi fe'l ta'ajjub. Hayron qilish fe'li. Hayron qilish fe'lining shakli nima desanglar? Oldin qadim so'zliqmi yo'qmi? Ma'dan birisi keladi, af'ala shaklidagi fe'ldan birisi keladi, keyinidan nima keladi? Uning to'ldiruvchisi keladi. Masalan, har qanday fe'lninki af'ala shaklini akilimiz. Masalan, tawil degan bir sifat egiz shundami? Sag'ir degan bir sifat kichik, qasir degan bir sifat paka, kabir degan bir sifat nima? Cho'ng. Mushlarninki af'ala shakli qanday keladi? Tawilninki atwala, kabirninki akbara, sag'irninki asghara, qasirninki aqsara. Mush bo'yicha ta'ajjub shakllantirsak bo'ladi. Masalan, tuvandagi misolda Hamidun tawil, Hamid egiz. Ma atwala Hamidan, Hamid nima degan egiz? Ma af'ala shaklida ma atwala kelib, Hamidan to'ldiruvchi shaklda zora qilib keldi. Ikkinchi misolda shu. Hazihi sayyara jamila. Bu mashina chiroyli. Ma ajmala hazihi sayyara. Bu mashina nima degan chiroyli? Uchinchi misolda huwa tawil, u egiz. Ma atwalahu, u nima degan egiz? Anta sag'ir, ma asgharaka, siz nima degan kichik. Ana bu shaklda fe'l ta'ajjub, ya'ni hayronlik fe'li shakllantirsak bo'ladi. Endi bizga davotida tuandagi jumlalarni fe'l ta'ajjubni ishlatib yezib keladi. Masalan, ma jumlalarning o'zi sifatlangan. Masalan, birinchi jumlada unzur ila haula'i tullabul judud. Bu yangi o'quvchilarga qarang. Hum kathir, ular ko'p. Mush o'rindagi kasirni biz nimaga aylantiramiz? Fe'l ta'ajjubga aylantiramiz. Unda qanday qilamiz? Ma aksarahum. Beshdagi humni to'ldiruvchi qilib oyoqqa kelamiz, shundami? Oldiga mush kasir deganda ma af'ala shaklidagi fe'l shakliga o'zgartiramiz. Kasirni ma af'ala shaklida bo'ldi. Ma aksara, keyin humga kelsak ma aksarahum. Bu birinchi jumla. Ikkinchi jumla unzur ila hazihi sayyara hiya jamila. Mamashla qarang, u nimada chiroyli deganligi jamilaning o'rniga nima kelamiz? Ma af'al shaklida kelamiz. Ma ajmalaha. Hiya to'ldiruvchi qazna bo'ldi ha. Mush bo'yicha 3-4 misolni o'zimiz ishlab boqaylik, ha.